Ana hurmatli parvozlar. Gire solib tanaga uradigan makyollarga yugurta xo'rozimni qo'shdim. 5,5 kilo xo'roz. 3 ta yutug'i bor. Xudo xolasa juda gaz uzun, har tomonlama yaxshi xo'roz. Bu makyollar so'kin. Makyollar ham juda toza narsalar. Bularni murosa qildirib olguncha chuqul partiyada urushaverib, tumshuqlarini kesdim. Har balo qildim-da, oxiri murosa qildirdim. Dakani murosa qildirish oson emas. Bir badanlari qichiyotibdi, qachondan beri tashqariga chiqmaydi, endi bir chiqarib yubordim. Bir maza qilsin. Xo'roz don yesa ham semiraveradigan, suv ichsa ham semiraveradigan zotdan-da bu. Go'sht, tuxum hech narsa yemasa ham 5 kilodan tushmaydi xo'roz. Yeyishni boshladim, 5,5 kiloga chiqib oladi. Bu yil bir bolasini olaylikchi buni. Jo'jaligida oldim bolasini, rezultat yaxshi berdi. Juda serkaltak, yo'ldor berdi. Endi bu yil yangi makyollarga qo'shdim. Qani bolani qanaqa beray? Makyollar juda kaltak sohasida ham, yo'l tomonlama ham, har tomonlama kuchli narsalar bular. O'sha dumlari, qanotlari ham sinib ketyapti. Makyollar karis makyollar. Ishqibozlar bo'lsa, tuxumlarga aloqaga chiqaverasizlar bemalol.